Jahongir O'rozov ham, Abduqodir Husanov ham 2004-yilda tug'ilgan. Bir avlod futbolchisi. Va eshitishimga qaraganda Abduqodir Husanov chet elga ketishdan, Belarusga ketishidan sal oldin markazga tanlov bo'ladi-yu. O'rozov hamda Abduqodir o'rtasida o'ziga yarasha raqobat bo'lgan. O'sha yoshligida ketishidan oldin. Va Bunyodkor O'rozovni tanlagan. O'rozov bo'ydor futbolchi bo'lgan. O'sha payt Abduqodir Husanovni suratlarida ham ko'rasiz, gavdasi unaqa baquvvat bo'lmagan. Abduqodir keyin mashg'ulotlar natijasida o'zining talantini, yovqurligini, intensiv hamma narsasini ochgan futbolchi hisoblanadi. Va qiziq tomoni o'sha paytlari Bunyodkor O'rozovni tanlagan. Ikkita futbolchi turganda bo'ladi-ku o'zi. Yoshlardan tanlanish kerak bo'lgan. Abduqodir Husanov esa taqdirning bu yo'nalishini tanlagan va ikkisi ham mana shu kechagi Gabon